Assalomu alaykum hammaga. Mana akalar, bu yukimiz Xudo xolasa 76 falan yuklab berdik. Ikkita komplekt, sesma yangilik komplekt. Jizzaxga qarab ketyapti. Lesa bu yoqda. Video chiqarganimiz yo'q, anchadan beri yuklarni ham ko'rsatganimiz yo'q edik. Ko'pchiligi aytdi, yozib telefondan qo'yardi. Daramolyapsizlarmi Zavoyda degan. Yo'q, ishlayapmiz u. Haligi zakaz ko'p, anaqa bo'lib, vaqt qilib video qilgani ham odam ortmayapti. Xudo xolasa yuklarimiz lekin chiqib ketyapti. Bu yoqda 50 ga palovka zakazimiz bor edi, 10 ta komplekt. Uni tayyorlayapmiz. Bu yoqda 60 ga palovkamiz. Bu yoqda Angeliya akamiz palovkasi. Plankalik. Eskillar qo'yapmiz akamizga. Bu yoqda palovkamiz to'pkalari, burtaga palovkalar. Xullas, bu 3 ko'pirli akamizda palovkasi, yangi list, profil qo'yilgan. Yana bu yoqda to'pkalarimiz bor. Xullas, ish avjida. Bemalol ortib video joylaganimiz yo'q edik. Lekin o'g'larimiz yo'q hali ham, palovkalar bo'sh turibdi. Xullas, shunaqa gaplar akalar. Bu yerda konda palovkamiz to'pkalar chiqqan. Mana tayyorlab qo'yganmiz. Endi yuklarimiz chiqib ketgan ekranga boshlaymiz. Bu listlari Xudo xolasa 30 komplektga kesib chiqarib qo'yganmiz. Ishlar Xudo xolasa avjida.